Bo'ldi, qiz bola bilan uchrashuvga chiqayotganda mamnaqa ko'rinishda chiqishi bas qilinglar. Har bitta o'zini hurmat qilgan qiz yonida ko'cha bolasini emas, balki haqiqiy jentelmenni ko'rgisi keladi. Hozir men sizga uchrashuvga qanaqa ko'rinishda chiqish kerakligini taxminan ko'rsatib beraman. Ungacha videoga bitta like bosib qo'ying. Tegimizga to'q yashil rangda bo'lgan poloklassik shimimizni kiyib olamiz. Ustimizga xuddi shu shimimizning rangi bilan bir xil to'q yashil rangli sport klassika kostyumimizni kiyib olamiz. Kostyumimiz sport klassika uslubida bo'lgani uchun bunga oppoq bo'lgan Zara'dan kedamizni vobshe o'tirib qo'yadi. Baraka topib ko'rlar. Oyog'ingizga oppoq oyoq kiyim kiygandan keyin обязательно oq naski ham kiyinglar. Qora yoki bardoviy yana qanaqadir ranglar kiyish kerak emas. Bu noto'g'ri. Endi sizlarga bitta savol. Shu ko'rinishimizga nima yetishmayapti? Kommentariyaga hozir yozing. To'g'ri topdingiz. Aksessuarlar yetishmayapti. Bu obrazimizga ichki qismi yashil rangdan ishlangan Patek Philippe soatimiz juda ham mos tushadi. Aynan shu ko'rinishda siz uchrashuvga chiqsangiz, qiz sizga emas, siz qizga baho berasiz. Videoni haligacha uylana olmayotgan o'rtog'inglarga yuborib qo'yinglar. Balki hamma gapini kiyinishidadir.